Yaralarını yamap, yazmışlarını aldap. Yaşlıyız bit ömür itemiz. Tirlenemiz minge, yaraklaşıp kimge. Başta kalkmay hatta o'tamiz. Sikirsek de ko'pmi tishalobuz ko'kni. Alla kimlar endi bo'lmabız. Kishi bo'lib o'tdik, kishi bo'lib ketdik. Kishi bo'lib yerga to'g'anmiz. Sikirsek de ko'pmi tishalobuz ko'kni. Alla kimlar endi bo'lmabız. Kishi bo'lib o'tdik, kishi bo'lib ketdik. Kishi bo'lib yerga to'g'anmiz. Niyaz, молодец! Aferin yigitlar, aferin Niyaz. Mana bir motor tovushi yasi ekan Niyazning. Bik motor jırlay. Ham bilasiz kelsa, u hatto sozlar. Allah bilse, oylar bilgisiz nasıl, joylar biz qaysi. O'zimizning Qozon konsertlarında men seni chaqiram konsertga Allah bilse birgalashib sahnada Qozon tomoshabchisi qarshisida, Qozon sahnasida birgalashib Allah bilse shu jo'rni boshqarib o'zariymi? Yari? Agar qarshi bo'lmasa. Oho! Bu bek şap bo'lak. Niyaz sen buna hazırmı o'zing? Hazırlanam. Bilarik. Hali vaqt bor, hazırlanırız sana göre. Eni kişi nerse diye, eni kişi şoklandı mı buna? Eni kishi endi eni kishini o'zini xayoli bor ekan, to'g'ri aytgan gaplarga aytadi ham. Ayi. Keta olmadim endi degan. Turmush degan narsa bor endi. Hozir endi bu bolalarım jig'lasinlar, o'qisinlar, insinlar deb sahnaga. Davay bunu aytamiz. Niyozni enisi bilan chaqiramiz sahnaga. Trio boşlar. Birgalashib Allah bilse. Yaxshi, Rifat, rahmat Niyaz. Sana da rahmat kelganing uchun. Uңышlar tileymiz sana. Hamon shunday maqsadchan bu maqsadlarına erisha turgan bul. Hem endi o'zing aytmishlik, har vaqt kishi bo'lib qolirga kerak. Hem endi bugunga sening bilan sog'lashib turibmiz. Rifat Zaripov konsertida ko'rishganchaga qadar. Allah bilse, Allah bilse. Rahmat. Yaralsam.